Barliq japakesh atlarning atidagi atlar bayramiga muborak bo'lsin. Japakesh atlarimizning huzuriga o'xshagan ham quvvatli bo'lgan polo so'g'at qilishni o'ylashdim. Avval so'zni nipis shilib, qalamchi qilib to'g'rab olamiz. Kalago'shni to'g'rab tayyor qilib olamiz. Oilada o'zingizning ehtiyoji asosan kalago'shi yoki qo'y go'shti ishlatsangiz bo'ldi. Oq piyozni nipis shilib to'g'rab olamiz. Quyruq mayini ushoq qilib to'g'rab olamiz. Qozon muvofiq miqdorda may qo'yamiz. Poloning tig'im yeyishlik chiqish uchun sap qichimiyi yoki zig'ir may ishlatishingizni tavsiya qilmayman. May qizgandan keyin to'g'ralgan piyozni solamiz. Piyoz qancha jiq bo'lsa, polo shuncha mizlik chiqadi. Piyozni bo'sh o'tda ko'ygicha qo'rib olamiz. Piyoz rosa sog'irib ko'ygandan keyin quyruq mayni solamiz. Rosa qo'rgandan keyin tayyor qilib olgan so'zni silib qo'rishga boshlaymiz. So'zni ro'rus qo'rgandan keyin ustiga muvofiq miqdorda suv quyib, go'shtni silib 20 minut qaynatamiz. Qanchalik uzun qaynatsak, poloning ta'mi tig'im bez chiqadi. Rosa qaynab so'z yumshagandan keyin muvofiq miqdorda tuz solamiz. Hozirgi so'zlarning ta'mi toza yaxshi emas. Shunga muvofiq miqdorda shakar so'yishingizni tavsiya qilaman. Qozon qaynab suyini tortib, so'z ko'rangandan keyin yuvib tayyor qilib olgan guruchni bosamiz. Tekshi yeyitgandan keyin so'z suyini ustiga tekshi yeyitib qo'yamiz. Ustiga suvchilab tayyor qilib olgan noqutni besib, tuvoqni yepib, kuchli o'tda 20 minut dimlaymiz. Dimlab bo'lgandan keyin poloni tekshi o'rib, suvchilab olgan yemiş, gulqiqini besib, tuvoqni yepib 15 minut dimlaymiz. 15 minut to'shqandan keyin poloni rosa alashtirib, taqsim ussaqli bo'ladi. Mana mizlik polog baqli, meni saqlaylang, Dilmurat sizga mizlik taom tayyorlashni